Vazirlar Mahkamasining 342 va 307-son qarorlariga muvofiq umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida transport vositalarining vazn va hajm parametrlarini nazorat qilish punktlari faol tashkil qilinib, markaz tomonidan vazn va hajm ko'rsatkichlari bo'yicha belgilangan me'yorlarga muvofiqligi yuzasidan Transport nazorat inspeksiyasi va yo'l harakati xavfsizligi xizmati bilan hamkorlikda doimiy reyd tadbirlari olib borilmoqda. Tadbir davomida yil boshidan beri respublika hududida jami 379 mingdan ortiq avtotransport vositalari vazn va hajm nazoratidan o'tkazilgan. Shundan 6400 dan ortiq avtotransport vositalarida qoidabuzarlik holatlari aniqlangan. Shu bilan birga bunday tadbirlar profilaktik ahamiyatga ham ega, ya'ni haydovchilar va yuk tashuvchi tashkilotlar orasida ortiqcha yuk tashishning salbiy oqibatlari haqida tushuncha kengaymoqda. Mas'uliyat hissi ortib, avtomobil yo'llarida harakatlanish va qoidalarga amal qilishmoqda. Haydovchilarimizdan avtomobil transportining xavfsiz harakatlanishini ta'minlash, avtomobil yo'llarining tarmog'ini saqlash va ularning xizmat muddatini uzaytirish maqsadida avtotransport vositalarini amalda belgilangan me'yorlarga to'liq rioya qilgan holda harakatlanishini tavsiya etib qolamiz.